yamoqchi tanishim bo'lardi. Urushdan gap ochilganida yig'lay boshladi va bir hikoya aytib berdi. Rahmatli otam jangga ketganida onam qornida 7 oylik bo'lgan ekanman. Dadamni ko'rmaganman. Biron surati ham yo'q edi. Juda og'ir kechgan o'sha kunlar. Ochlik, yo'qchilik. Bolaligim qorin g'ami bilan o'tdi. Onam kichkinaligimdan biror joyga chiqsa tayinlardiki, otang kelib qolsa, men falon yerda bo'laman, darhol chaqir. Xolangnikidaman. Otang kelsa, tezda yetib bor. Qo'shninikida bo'laman, o'g'lim. Shu tarzda otamni umr bo'yi kutdi. Bu orada ulg'aydim. Do'kon ochdim. Onam qayerga bormasin, hatto do'konga ham kelib, ketayotgan joyini aytar, har doimgi gapini tayinlardi. O'lim to'shagida yotarkan, biz bilan rozilashdi. So'ng menga sekingina dedi. Otang kelsa, onam sizni doimo kutdi degin, bolam, xo'pmi? So'ng seskanib eshikka qaradi va yuzida tabassum balqdi. Xush kelibsiz, begim. Xush kelibsiz. Shunday deya osongina jon taslim qildi. Onajon, shunday deb ho'ngrab yig'lab yubordim. Bir tomondan mehribonimdan ayrilganimga yig'lasam, ikkinchi tomondan onajonimning sadoqatlariga, otamni umrlarining oxirigacha umid uzmay kutganlariga yig'lar edim. Ilhom Qahhorov kitobidan.